Do'stlar, sizlar uchun noturar joyda zo'rini topib qo'ydim. O'zingizga mos kichkinagina 2 xonadan iborat bo'lgan tinch joydan noturar joy qidirganmidingiz? Ofisga deysizmi, biron bir ishlarni tashkil qilishga deysizmi? Juda ham mos keladi-da. Oldida parkovka uchun joyi bor. Undan tashqari esa ortiqcha narsalarni qo'ygani yonida garaji ham bor. Sanuzelarigacha mavjud. Eng asosiysi, bu joyda kommunikatsiyada muammo yo'q. Gaz, svet, suv hammasi zo'r. Binoni remont holati zo'r. O'zingizga moslab bitta kosmetik holatini juda ham chiroyli qilib olsangiz bo'ladi. Akfaromlar qo'yilgan. Eng asosiysi, ushbu binoimiz pishig'ishda qurilgan bo'lib, 46 kvadrat metrdan iborat. Lokatsiyasi sizga qiziqmi? Keling, undan oldin narxini aytib o'tay. Egalari narxini 32.700 dollarga baholashmoqda. Ozgina kelishadigan va kamaytirib beradigan joylari bor. Egalar raqami hozir ekraningizda turibdi. Manzilimiz Farg'ona shahar markaziga yaqin, Kalinskiy massivda, Bayarin oshxonasining shundoqqina orqasida, 13-maktabning orqasida bo'ldi. Hammaning bilgan o'sha kafe Madina sotuvga qo'yildi.